Hozir men sizlarga Tavbodan registratsiya qilishi bepul o'rgataman. App Store yoki Play Marketga Tavbo deb yozib olamiz. Mana chiqdi, shopping degan turibdi. Shuni skachat qilamiz. Skachat qildik. Ochganda shunaqa sariq yozuv chiqadi. Agree ni bosamiz, yana разрешить, yana sariqni bosamiz, разрешить qilamiz. Shunda O'zbekiston avtomatik chiqdi. Pastdagi sariqni bosamiz, nomerimizni kiritamiz, telefonga kod keladi. Bir xil nomerlarga kod kelmaydi. Bunaqa vaziyatda boshqa nomerga registratsiya qilib ko'ring. Mana registratsiyadan o'tdik. O'zbekiston bo'lganimiz uchun hozir Tavbo so'mda ko'rsatadigan bo'lgan narxini. Masalan, kirdik, mana burchakda turibdi. Buni o'zbek so'mdagi qiymati 102.463 so'm. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga yuborib qo'ying va Xitoydan yuk olib keltirmoqchi bo'lsangiz, biz MK Express Cargo sizga yordam berishga tayyormiz.